Ohangaron tumanidagi yoshlar markazi binosida 3 avlod uchrashuvi hamda rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishingiz mumkin. Tadbir sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish hamda tuman aholisini ommaviy sportga jalb etish maqsadida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostidagi piyoda yurish marafoni bilan boshlandi. Yoshlar, faxriylar hamda harbiylar ishtirokida bo'lib o'tgan marafondan so'ng Respublika ishchi guruhi O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi Ohangaron tuman hokimligi tomonidan tashkillashtirilgan 3 avlod uchrashuvi hamda rahbar va yoshlar uchrashuvlari boshlandi. Uchrashuvda juda katta bir taassurot olgan holatda yoshlarimiz bilan birgalikda bir suhbat qurdik. Yoshlarimizni shu vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ilm olishlari, bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan yoshlarimizga yaratilayotgan sharoitlar haqida gaplashdik. Ilm, ma'rifat, ma'rifiy, ma'naviy yo'nalishlarda, ijtimoiy yo'nalishlarda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Shularni biz yoshlarga tushuncha bergan holatda yoshlarimizni kelajakda shu o'zlariga yoqqan bir kasblar, hunarli bo'lishlarini, ko'proq til o'rganishlari bo'yicha vatanga sadoqatli bo'lishlarida, vatanga mehrli bo'lishlarini biz shu holatlarda demak tavsiya berdik. Yoshlarimizdan biz umid qilib qolamiz. O'zlariga yaxshi bir kasblarni egallab, ilm olib, bilim olib, kerak bo'ladigan bo'lsa xorijda o'qib, o'rganib, O'zbekistonga, o'zini vataniga, tug'ilib o'sgan yeriga kelib, shu vataniga, tumaniga, shahriga bir xizmat qiladigan bir farzandlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Ushbu tadbirni o'tkazishdan maqsad yoshlarga mana shu rahbarlarning bosib o'tgan hayot yo'llari va bugungi kunda kelib ular rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritayotganligi yoshlarga ibrat namunasi qilib ko'rsatildi. Yoshlarimizning bergan savollariga rahbarlarimiz tomonidan javoblar berishdi. Yoshlar bugungi kunda ilmga, bilimga intilishlari va kelajakda kasb egalari bo'lib yetishlari uchun ularning har bir so'zlari yoshlarga bir ilhom bag'ish etdi. Ushbu tadbirlar yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, ularda vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, o'z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan. Shuningdek, yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlarida, ayniqsa harbiy soha bilan bog'liq bo'lgan davlat xizmatlarida faollik ko'rsatish, konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo'lish, ularda o'z yurti va xalqining taqdiri uchun yuksak mas'uliyat hamda javobgarlik kabi muhim xususiyatlarini mustahkamlashdan iboratdir.